Mana shu jo'xori urug'i ham don, ham silos yo'nalishiga to'g'ri keladi. Bemalol ekish mumkin. Men hozir urug' do'koniga kelganman. G'ulomjon aka, nima urug'lar bor yana bundan tashqari? Aka, bizda mana bu Green Life kompaniyasini P700 don yo'nalishida. Hozir aytib o'tdingiz, Torroni Green Life kompaniyasiniki bu ham don, ham silos yo'nalishida. Hop. Buni farqi don uchun aytilgan gibridimiz faqat donni o'ylaydi, tanani o'ylamaydi aka. Quritaveradi tanasi. Ham don, ham silosda ekib yetishtiruvchilar donda sodasini qayrib olgandan keyin tanasi yashil holatda saqlanib turadi. Stingray deydi. Stingray deydi, o'sha yashil tana holatda turadi. Tarvuz urug' bormi? Aka, albatta. Qani. Bursa tuxum kompaniyasini prodyuseri. Endi biz Surxondaryodamiz, aka aytaylik. Surxondaryodamiz. Surxondaryoda juda yaxshi tushadi bu AU prodyuser. Undan tashqari gibridlar kelgan. Endi gibridlarni bepulga beryapmiz aka, sinovga. Ha, sinovga beryapmiz. Firmenniy piyoz urug'ingiz qayerda bu? Firmenniy piyoz urug'i mana koreyskiy. Navi bu. Osiyo oltin urug'. Osiyo oltin urug', Top Spring, koreyskiy. Aka, hozir Shirinbaka jo'xori vaqti. Shirinbaka jo'xorini agar xabaringiz bo'ldimi yo'qmi, 832 degan gibridi juda mashhur. Juda mashhur. Buni bizim ana obunachilaringizga sizdan kelsa, masalan, ko'rib yoki muxlislar ko'rishadigan bo'lsa, kelishadigan bo'lsa, ochib ham beramiz. Ozgina tomorqaga 4 taga tekib qo'ysa aka, вообще zo'r narsa-da. Beda bormi, beda bu? Albatta aka. Bedaning chuquri bor. Qayerniki? Turkiyaniki. Boltini, keyin mutlu tuxum deganiki, keyin mana bu anis kompaniyalari bular. Zarpechagi yo'q aka, shuni aytib o'taylik. Mahalliy Zarpechagi yo'q. Adres Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangi qishlog'i aka. Afg'onlarning do'mi bor. Ko'pchilik shu yerdan rachot olsa. Ha. Kelaverasizlar, shu yerdamiz. Rahmat.